keling, qarang. 3-paytda avtomat korobka Gentra, lyuk, ABS, konditsioner, metan gaz, hamma narsasi mavjud. Endi narxini qarang. Nech pulda o'ylaysiz? $6,550 yana savdosi bor. Keling, buni qarang, turishini qarang. Avtomat korobka. Hamma narsasi yaxshi dedilar. Korobka, motor, ходовой, hammasi ideal. Xarajati yo'q dedilar. Bo'lmi shunaqa narxda. Siz bitta obuna bo'lib qo'ying, ishoning. Bundan da arzon mashinalarni e'lonimga joylayman. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mokra asfalt avtomat korobka ko'rib turganlaringizda lyuklari mavjud, balonlari yaxshi holatda, boshqacha diskachalar qo'yganlar. Endi salon holatini oling, xalq mazza qilsin do'stlar. Mana qarang. Idealniy состояниеda mashina zo'r. Zo'r mashina, haqiqatan ham zo'r. Metan gazi bor. Qasini ham xalq mazza qilsin. Vay, kelgan paytlari aka dedilar. Nimaga uncha pastga urdingiz? Mashinalar narxi shunchalar tushib ketdimi dedilar. Aka dedim. Ketadigan narxi shu dedim. Ketadigan narxi, chunki bizda ko'ryapsizlar, bozordan e'lonlar olyapmiz. Boshqa mashinalarni hammasini, barcha turdagi mashinalarning narxidan xabarimiz bor. Qancha ketishligini, agar qanchaga olsa, agar qanchaga sotishligini hammasini bilamiz. Chunki men yana ham aytaman, men bloger emasman. Men o'zim shu mashinani sferasida bir 13 yildan beri mashina furushlik qilaman. Mashinani hamma narsasiga ko'pincha tushunaman. Narx-navo, ходовой, motor, bu narsalarga. Buni ham bu narsa joyida xarajati bordir. Men qarashimcha yaxshi haydab ko'rganim emas, lekin narxi $6,550. Gentra bu, Lacetti emas. Lacetti'ni Gentra qilingani emas. Yana ozgina savdosi ham bor bo'lishi mumkin. Egalari oxirgi narxi dedilar. Yo'q dedim. Chunki baland aytdilar, anchagina narxni baland aytdi. Mana sizlarga metan gaz, mana sizlarga zapaska. Mokra asfalt rang. Video registrator ham bor ekan. Podnomer tushdi, podnomerni sizlarga ko'rsatsak. Qaranglar o'zi do'stlar, obuna bo'lingizlar. Maqsad zo'r bo'lish. Maqsad niyat emas, maqsad zo'r bo'lish. Nasib bo'lsa, juda ham arzon mashinalarni sizlarga topib e'lonimga joylayman. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Oxirgi narxi deyaylik, mana $6,550 oxiri. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hoziroq telefon qilib do'stim bosib yuboringizlar. Sog' bo'lingizlar.